O'g'ri tomoq. Qozonni tepasida piyoz bilan go'shtni qovurib yeb olganini necha marta ko'rdim, lekin indamadim. Yarim kechasi uyg'onib, muzlatgichni ochib, nimalarnidir uyga olib kirganini ko'rdim. To'xtang qaynonalar, bu kelin kecha keldi xonadoningizga. Balkim haqiqatan uni qorni to'ymayotgandir. Balkim sizdan uyalib ovqat yeyishga xijolat bo'layotgandir. Dasturxon boshiga hammaga ovqat suzib, o'ziga kechroq suzayotgandir. Balkim unga ovqat qolmayotgandir. Nega biz faqat birdaniga kelinni o'g'ri tomoqqa chiqaramiz? Nega uning sabablarini qidirib ko'rmaymiz? Aslida bugun sizning xonadoningizga kelgan kelin, bugun sizning xonadoningizga tezgina moslashib ketmaydi. Agar siz mana shunday muammolar bo'lishini istamasangiz, keliningizga ol bolam, yeb, qorningizni to'ydirib oling, keyin ishingizni qilasiz deb qo'ying. Shuni o'zi kifoya.